yomonlarini terib qo'yibdilar, lekin Lamborghini Countach, Ferrari, Bugatti Veyron, mana bu yerda Gelik, xullas, yo'q mashinani o'ziga o'rtoqlar. Bu yoqdan tashqari mana bu devordagi Porsche 911 ga alohida bitta baho berib qo'yinglar. Mana shu obyektimizning egalari mashinalarga rosa qiziqar ekanlar. Hozir biza o'rtoqlar 4 urovinli hovlini ofisga aylantirilgan variantidamiz va har bitta xonalariga zo'r minimalistik effekt bilan cho'tka qilib ta'mirlab qo'yibdilar. Mana bu ko'rayotgan yog'och teksturangizni hozir siz bir qarashda shpon deb o'ylashingiz mumkin. Yoki mana bu devorlarni, tepadagi misol uchun patoloklarni siz atachenta deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q o'rtoqlar, bu EcoPlit panellari. Butun ofis EcoPlit panellari bilan qoplangan va hozir sizlarga bu haqida batafsil gapirib beraman. Bu EcoPlit panellarini yangi Nova deb nomlangan avlodi menga eng yoqqan tomoni, birinchidan suv shimmaydi, ikkinchidan olovda yonmaydi va Salohiddin bolla o'zini ustida ishlab yanada yangi darajaga chiqibdi. Oldin endi bo'lsa lentacha bo'lardi o'rtasida, hozir endi minimalistik ko'rasana atachentoni effektini berib turibdi. Haqiqatan ham bogatый material. Juda ko'p insonlar bu faqat ofislarga to'g'ri keladi deb o'ylashayotgan ekan. Yo'q o'rtoqlar, bemalol oshxonangizga, xonadonlaringizga, hovli kvartiralaringizga ham EcoPlit panellaridan foydalansangiz bo'ladi va bu narx-navo jihatidan ancha-muncha pulingizga iqtisod bo'ladi. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni pastda izohlarda telefon raqamlarini ham qoldirib qo'yamiz. O'rtoqlar, remont kitda baho berib qo'yasizlar.